Assalomu alaykum hammaga yana bir bora, hammaga xayrli kun. Sizlarni yana shu kanalda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bundan oldingi videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga Uzum Market onlayn biznes haqida, demak, Uzum Market o'zi nima, u marketplace nima, u shu haqida ma'lumot berib video darslik tayyorlagan edim. Lekin shu video darslikdan keyin menda savol paydo bo'ldi. O'zi men kimman? Mani kuzatayotganlar meni taniydimi, men bosib o'tgan yo'llarni biladimi? Shular haqida sizlarga bugun ozgina o'zim haqida gapirib bermoqchiman. Chunki bu qiziq deb o'yladim sizlarga. Nimaga? Именно sizlarni hozirgi pozitsiyalarda qo'rquv, risk bor paytida men ham qachonlardir bo'lganman. Ishni nimadan boshlashi, onlayn biznes nima, marketplacelar nimaligini bilmasdan, qaysi ishdan keyin nima qilishni bilmagan holatda juda ham ko'p, demak, ikkilanishlar bo'lgan holatda bo'lganman. O'shaning uchun Xudo xohlasa bugungi video darsligimiz, demak, o'zim haqimda bo'ladi, qanaqa yo'llarni bosib o'tganman, qaysi etapdan keyin nimani bajarganman va qanaqa xatolar qilib, qaysi xatolarimdan o'zimga xulosalar chiqarganim haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Men Go'zal Dilshodimni xuddi sizlarga o'xshab bundan 2 yil oldin oddiy uy bekasi bo'lganman. Ya'ni uyda o'tirgan paytimda menda qo'limda hech qanaqa daromad bo'lmagan, lekin ayol kishi xohlasa agar imkon topadi degan gapga amal qilgan holatda o'zimni qanaqadir kichkina qadamlar bilan onlayn biznesga kirishni boshlaganman. Demak, Uzum Marketga bundan 2 yil oldin kirib kelganim hisobga olsam, bundan imini kirib kelgan paytimda menda xatolar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham ko'p sinishlar bo'lgan. Nimani hisobiga? Men platformani yaxshi o'rganmaganman. Platformani yaxshi analiz qilmaganman. Meni xayolimda shunaqa narsa bo'lganki, hozir bizga O'zbekistonga bu narsa yangi kirib keldi. Men birinchilardan bo'lib kirib olsam, demak, raqobat kamroq paytida kirib olsam, demak, menda sotuv zo'r bo'ladi. Men eplab ketaman degan narsa bo'lgan. Lekin meni eng katta birinchi qilgan xatoyim shu bo'lgan. Demak, hech qanaqa bilimlarsiz, hech qanaqa platforma analizlarsiz, bozor analizlarisiz noto'g'ri tovar tanlash orqasidan tovarlardan demak kuyish holati bo'lgan. Lekin hozir Uzumga kirib 2 oy ishlamasdan chiqib ketayotganlar va meni orqamda nima farq bor bilasizmi? Men o'sha sinishlar orqasidan o'zimga katta dars, katta xulosa olganman va Xudoga behisob shukr etamanki, o'sha paytda tashab chiqib ketmaganman. O'sha paytda qo'l siltab chiqib ketmay, men faqat olg'a ketganman, men sabr qilganman va hozirda Xudoga behisob shukr, meni sotuvlarim juda ham balandga chiqqan va o'zim xohlagan natijalarga erisha olganman. Sizlarga ochig'ini aytaman, bu yoqda qanaqadir demak yolg'on ishlatish emas, yo sizlarga quruq motivatsiya berish emas. Realni menda demak shunaqa holat bo'lganki, tovarlarim sotilmagan. Polniy minusga ishlagan paytlarim bo'lgan. Demak, tovarlarimni sezon emas paytida olib kirib qo'yganman. Shunaqa xatolar bo'lgan. Vot realni hammada bu endi kirib kelayotgan, endi boshlayotgan odamlarda, platformani ichini yaxshi tushunmagan odamlarda bu xatolar bo'ladi. Demak, juda ham katta pul yo'qotishlar bo'lgan, lekin shunga qaramay men olg'a yurganman. Men o'zimni qarorimdan qat'iy turganman. Demak, men shu platformaga kiraman, men shu ishni eplay olaman deganman. Xudoga shukr, hozir meni natijalarim juda ham yaxshi. O'zim xohlagandek meni do'konlarimda hozir kuniga, demak, o'rtacha hisobda 15-20 milliondan sotuv bo'lib turibdi. Vaqt o'tib men tushundimki, bu yoqda gap hech qanaqa marketplace'da emas. Demak, xato marketplace'da, xato meni o'zimda bo'lgan. Demak, men qanaqadir bitta tizim asosida ishlamaganman. Hamma narsa, hamma ishim pala-partish bo'lgan. Demak, tovar tanlovidan keyin uni omborga topshirish. Meni xayolimda faqat hozir men platformaga kiraman, bozordan tovar olib kelaman, uni platformaga topshiraman, bo'ldi. Shu bilan meni sotuvlarim demak zo'r bo'lib ketadi degan meni xatoyim, eng katta xatoyim bo'lgan. Demak, bunda Uzum Marketda men bitta tizimga tushib ishlay olmaganman. Lekin vaqt o'tishi bilan shu narsani tushunib yetdim, o'z xatolarim ustida ishlashni boshladim va hozir men aynan bir tizim ustida etapma-etap ish olib boraman. Ya'ni, birinchi bozorni to'g'ri analiz qilaman, to'g'ri tovar tanlayman va kartochkasi ustida iloji boricha ko'proq ishlashga harakat qilaman. Va topshirilgandan keyin ham uni ustida o'zini ishlaydigan jarayonlari bo'ladi. Shu jarayonlar ustida, demak, ko'proq vaqtimni ketkazib ishlashga harakat qilaman. Xo'p, endi shu hamma narsadan xulosa qilib aytadigan bo'lsam, sizlarda yana bir savol tug'ilishi mumkin. O'zi bu qizni men nimaga eshitishim kerak? Nimaga men bergan video darsliklarini ko'rishim kerak degan savol bo'lishi mumkin.
Mani ko'rishinglar uchun eng muhim sabablardan bittasi bu, men ham qachonlardir sizga o'xshagan oddiy inson bo'lganman, ya'ni qanaqa ma'noda uyda o'tirgan holatda qo'lida hech qanaqa daromadi bo'lmagan, nimadir ish qilishga qo'rqqan, riskdan qo'rqqan, demak oddiy uy bekasi bo'lganman. Va men sizlarga xudo xohlasa bu video darslarimda ortiqcha bo'rttirishlarsiz, nimanidir sizlarga zo'r gapirib, qanaqadir motivatsiya berish emas, realni o'zim etapma-etap qanaqa jarayondan o'tganman, demak menda qanaqa xato, imенно qatida xato qilganman. O'sha xatoni sizlar bajarmasliginglar uchun xudo xohlasa qo'ldan kelgancha video darslarda etapma-etap hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu kanalga podpiska bo'lganingizdan keyin o'zidan-o'z sizlarda savol tug'iladi. Xo'p, men bu kanalga podpiska bo'ldim. Bundan menga nima foyda? Xo'p, nima o'zgaradi hayotimda degan savol, demak, nima? Bunda sizlarda demak, etapma-etap xudo xohlasa, noldan qanaqa biznes boshlash kerak o'zim marketda, unga qanaqa kirish kerak, imенно qanaqa tovar tanlash kerak, u tovarni demak, topshirish jarayoni, amaliyotda qanaqa bo'ladi, demak, undan topshirilgandan keyingi demak, hisob-kitoblar, uni demak, o'zini ichida ko'riladigan analitika bor. Demak, analiz qilish uchun qaysi platformalardan foydalanishingiz kerak. O'shalar haqida sizlarga sodda va tushunarli tilda etapma-etap tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar sizlarga bugungi video darsligim foydali bo'lgan bo'lsa, layklarni ayamaymiz. Chunki sizlarni bosgan laykinglar videoni ko'proq tarqalishiga, odamlarga ko'proq ko'rilishiga sabab bo'ladi va qanaqadir ma'noda o'zini savollariga javob izlab yurgan odamlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu hali boshlanishi, oldinda hali sizlarni bundan ham zo'r ma'lumotga ega zo'r video darslar kutyapti. Salomat bo'linglar.